Luis Figo va men klubdan ketganimizga ancha bo'ldi. Endi Real Madridda bizni standart vaziyatlarda xafa qilib qo'ymaydigan o'yinchi bor. Aslida u bu borada mendan ham iqtidorliroq bo'lishi mumkin. Men 28 yoshimda Real Madridga o'tdim. Arda esa bor yo'g'i 19 yoshida keldi. Uning kelajagi juda porloq. Agar u ko'p yillar davomida klubda qolsa, Madrid afsonalaridan biriga aylanishi hech gap emas. Arda Güler Bavariyaga qarshi o'yinda qilgan ishini shu darajadagi bosim ostida bajarishi uning shaxsiyati haqida hamma narsani ochiq-oydin aytib beradi. U yashirinmayapti, o'zini olib qochmayapti, aksincha shunchaki o'yinni hal qilmoqda. Arda shunchaki futbol o'ynamayapti, u mas'uliyatni ham bo'yniga olmoqda. Güler haqiqiy dunyo darajasidagi klass futbolchi. Arda Güler har doim o'zgacha bo'lishga harakat qilgan, ammo bunisi endi nima? Bu o'ta g'aroyib. Uning goli shunchaki xayolot mahsuli emas. Bu o'rgatib bo'lmaydigan, takrorlashning esa imkoni yo'q bo'lgan qobiliyat. Men bir narsani aniq ayta olaman. Ronaldo, Messi va hatto Pele kabi o'yinchilar, menimcha ular hech qachon bunday gol ura olishmagan bo'lardi. Henry va Beckham kabi afsonalarning maqtoviga erishayotgan hamda ularni lol qoldirgan turkiyalik yosh daho bir paytlar Realga kelganda barchasi uning uchun teskari tus olgandi. Juda nimjon, salga jarohat oladigan kristal oyoqlar va kuchsiz mushaklar bilan uning qirollik klubidagi faoliyati ilk kunlardanoq so'roq ostida qolgandi. Yo'q joydan jarohat, tiklanish jarayoni, mashg'ulotlarga qaytish va yana jarohat. U o'yingacha ham yetib bora olmasdi. Jarohat va yana jarohat. Tiklanish bosqichlaridan o'tib kelgan Güler hatto chim ustida mashg'ulotga qaytganda yana to'satdan jarohat olar va yana lazaretga yo'l olardi. Ammo jismoniy tayyorgarlikka javobgar bo'lgan Realning ko'p yillik ustozi Pintus yosh turk bilan jiddiy shug'ullana boshladi va uni baquvvat jangchiga aylantirdi. Shundan so'ng 2023-yil yozida klubga qo'shib olingan Arda Güler 2024-yilning yanvarida juda uzoq tanaffusdan so'ng o'zining debyutini amalga oshirdi. O'shanda uning dastlabki o'yini Arandinaga qarshi Qirollik Kubogida bo'ldi. Shu tariqa unga asta-sekin daqiqalar ajratila boshlandi. Biroq Ancelotti Gülerga vaqt ajratish borasida juda ziqna bo'lib qolaverdi. Ammo Arda unga qancha vaqt berilishidan qat'iy nazar maydonni gol yoki assist bilan tark etardi. La Ligadagi ilk o'yinini 27-yanvar kuni Las Palmasga qarshi o'yinda o'tkazdi va 81-daqiqada zaxiradan Rodrigo o'rniga maydonga tushdi. Jamoa uchun ilk golini esa mart oyida zaxiradan tushib, o'ziga ajratilgan atigi bir necha daqiqalardan foydalangan holda urdi. May oyida esa u dublni rasmiylashtirdi va Real Madrid tarixidagi atigi 330 daqiqa o'yinda 6 ta La Liga golini urgan eng tezkor o'yinchiga aylandi. Shuning o'zi Ardaning nimalarga qodir ekanidan dalolat edi. Lekin Ancelotti uni doim zaxirada qoldirishni afzal ko'raverdi. Real uchun juda omadsiz bo'lgan 24-25-yilgi mavsumda ham Arda zaxira o'yinchisi bo'lib qolaverdi. Ammo qirollik klubi Don Carloga chiqish eshiklarini ko'rsatishi bilan turkiyalik iste'dodning yelkasiga omad qushi qo'ndi. Bu qushning nomi Xabi Alonso edi. Alonso Realda ish boshladi va kelishi bilanoq darhol o'z o'yinini aynan Arda Güler atrofida qurdi. Alonsoning Realida Arda hamma narsani nazorat qiladigan o'yinchiga aylandi. U qisqa fursatlarda klubdagi sanoqli yetakchilardan biriga aylandi. Barcha bog'lamlar Ardadan o'tishni boshladi. U Kylianning asosiy playmakeriga aylandi. Ko'plab assistlar va muhim gollar kiritishni boshladi. Arda Realning yuragi sifatida urishni boshladi. Hatto mavsumning ilk oyida Real safidagi oy o'yinchisi sovriniga ham ega chiqdi. Alonso juda qisqa fursatda klubni tark etdi, ammo Güler undan keyin kelgan Arbeloa uchun ham muhim kalit bo'lib qolaverdi. Uning rekordlari esa hozir alohida mavzu. Joriy yil mart oyida La Liga va Real tarixidagi eng uzoq masofadan urilgan gol muallifi, aprel oyida esa Realning Chempionlar Ligasidagi eng tezkor goli, Bavariyaning esa eng tezkor o'tkazib yuborilgan goliga mualliflik qildi. Xullas, Arda Realning asosiy o'yinchisiga aylanib bo'ldi. Insightlarga ko'ra 2 yildan buyon sharmandali mavsum o'tkazayotgan Realning keyingi rejalarida Chouameni, Mbappe va Arda juda muhim o'rin egallaydi. Perez ham unga juda yaxshi izzat-ikrom ko'rsatmoqda. Hatto Bavariyadan uchralgan mag'lubiyat kechasida ham yechinish xonasidan Ardani chiqarib yuborib, qolgan futbolchilarni keskin ko'ygani ham bunga yaqqol misol. Xullas, Arda Güler 21 yoshida juda katta futbolchiga aylanib ulgurdi. U shu yoshida butun Turkiya milliy termasini yelkasida ko'tarib yuribdi. Arda 19 yoshdayoq Turkiyani Euro 2024dagi fenomenal ishtirokida juda katta mehnat va yordamini ko'rsatgandi. Joriy yilda esa u 24 yildan beri mundialdan quruq qolayotgan vatanini oxir-oqibat 4 yillikning eng nufuzli turniriga olib chiqdi. Uning gollari va kerakli paytda bergan assistlari
Turkiyaning orzularini ushaltirayotgan bo'lsa, Real muxlislarining umidlarini puchga chiqarishdan qaytarmoqda. Arda barchaga umid bag'ishlamoqda. Bir kun kelib u oltin to'p ko'targancha dunyo qarshisida o'z kechinmalarini so'zlab berayotganini tasavvur qilish endi yanada osonlashgan. U bu ketishda shu matohni albatta qo'lga kiritadigandek ko'rinmoqda. Siz esa bugun futboldan uzoqlashmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.